The Dubbing eng so'nggi animelar. Har bir maktabdan guvohnoma. Har bir maktabdan guvohnomangiz bormi? Voy, aql bovar qilmaydi-ku. Barcha joyga qabul qilinishiga ishonmayman. Yo'q, hech narsa deyishmadi. Aytishlaricha maktablar o'rtasida talaba ma'lumotlarini almashtirmas ekan. Guvohnoma ham, hujjatlar ham bor. Muammo bo'lmas deb o'ylayman. Muammo bor ekan. Nima bo'ldi yana? Dars jadvallari bir vaqtda. Ko'rdingizmi? Shuning uchun 6 maktabda birda yurish mumkin emas. Ammo davomat faqat bahoning 20% xolos. Asosiy baho imtihonlarda kelar ekan. Shunday ekan, balim yuqori bo'lsa muammo yo'q. Lekin darsga kirmay turib imtihon topshirish mantiqqa to'g'ri kelmaydi-da. Nega endi? Chunki to'g'ri ma'lumotlar va yangilari darslikka yozilmaydi. Hammasini bilish uchun o'qituvchi aytgan izohlarni daftar qilib yozish kerak. To'g'ri aytyapsan. Shunday bo'lsa, daftaringizni menga qarzga bersangizchi? Albatta. Ha, majburlamayman. Baribir senga yordam berish yoqimli. Rahmat. Endi 3 ta darsdan xavotirim yo'q. Qolgan maktablar nima bo'ladi? Qora sehr maktabi muammo emas. Nega ekan? Ularning o'quv dasturi bo'sh. Jiddiy aytyapsanmi? Qora sehrgar darsi to'liq o'zing bilasan rejimida. Eshitishimcha, hammasi mustaqil o'rgatilar ekan. Bu mutlaqo terbalik-ku. Endi faqat sariq va oq maktablar qoldi. O'sha ikkitasi bilan shug'ullansam, hammasi joyida bo'ladi. Mantiqan to'g'ri. Lekin birinchi darsga Qizil sehr maktabiga birga boramiz, xo'pmi? Hey, Kolet, u aytyaptiki, ikkitasini o'zim eplayman deb. Bittasini o'zida charchaydi-ku. Ariel domlani eshitish o'zi odamni charchatadi-ku. Xo'sh, bolalar. Birinchi darsimizga ketdik. Qani, olg'a. Telegramdagi Meduza fandabi uchun maxsus o'zbek tiliga o'rganilmoqda. Sinuvsiz qahramon. Ko'nikmasiz ham yashasa bo'ladi. sehr maktabi. Ustoz qayerga o'tiraylik? Orqaroq o'tiramiz. Bu senmisan? Oy, meni e'tiborsiz qoldirma. Imtihonda mag'lub bo'lgan bola. Men senga yutqizganimni esa olmayman. Bu faqat tasodif edi. Men kabi buyuk sehrgar qanday qilib oddiy jodugarga yutqiza olasa? Men jodugar emasman baribir. Shunday shug'ullanayotgandim. Hamma narsa joyiga tushdi. Yangi talaba bo'lishingga qaramay, senga sehrgarlik juda ham yarashadi. Men sehrgar ham emasman. Nahotki sen oliy daraja ajmech bo'lmasang? Yo'q, bu nomni endi eshitdim. Men tushunmayapman. Talabalar, joyingizga o'tiringlar. Darsimiz boshlandi. Ustoz, savol bersam bo'ladimi? Sen kimsan o'zi? Men Roysman. Bu yigitning sinfi qanaqa o'zi? Imtihonda mendan tashqari faqat u portlash sehrini ishlatgan. Sen va ikkinchisi Ariel ekan. Ko'rinishidan u sinfsiz. Sinfsiz?
Bu bo'lishi mumkin emas-ku. Tez orada o'rganib ketasan. Endi savolingga javob olding. Xo'sh, boshlaymiz. Kitoblarni ochinglar. Magi matnlar hidi oshib ketibdi-ku. O'zi yozuvi qiyin, yana so'zlar bilan. Magi matn deydimi? Demak, eng oddiy narsalardan boshlaymiz ekanda. Sehrgar sifatida tug'ilganlar bu yozuvni avvaldan bilishlari kerak edi. Ammo qarangki, bizni yana boshidan o'qitishyapti. Hali to'liq yod olmaganlar ko'p. Grammatikasi bilan birga magi matn tushunish oson emas. Lekin sizlar sehrni yaxshi bilsangiz ham ko'nikmalar tufayli foydalanasiz. Ammo afsunlar chuqur tushunsangiz, sehr sizga yanada tabiiy bo'ladi. Qaysi afsun sizga ko'proq mosligini bilib olasiz va ma'noni bekor sarflamasdan ishlatasiz. Ya'ni tanangiz ham charchamaydi. Tushunarli. Yuqori darajaga yetganingizda esa afsunlarni qayta tuzib oddiy ko'nikmalardan ham kuchli sehr yasash mumkin bo'ladi. Afsunni qayta tuzish dedimi? Ustoz, bu siz qilgan narsami? Bu darajada murakkab deb o'ylamagandim. Otam har kuni afsunlarni aralashtirib, xuddi jumboq yig'ayotgandek o'ynardi. Men ham darslarga qatnashib ko'rdim. Lekin aksariyat maktablar menga yangilik bermadi. Ammo yashil maktab boshqacha va qiziqarli. Ayniqsa, uchish sehrini amalda o'rganish haqiqiy sarguzash. Bunaqasini hech qilmagandim. Nima? Rostdanmi? Bitta hammi? Ajabo, axir sen ilg'or sehrlarni ham bemalol ishlatarding. Men o'ziga xos tarbiya ko'rganman. Dada, men shuni sinab ko'rmoqchiman. Yo'q, men balandlikdan qo'rqaman. Uni sehr mayli. Bu ishda uchish uchun sehrga ruxsat yo'q. Xo'sh, hammangiz bir oz orqaga turinglar. Endi esa uchish sehrini mashq qilamiz. Avvalo o'zingizni shamol hukmida uchayotgandek tasavvur qilinglar. Qo'llaringni yo'y o'zingni qushdek his et va ozod va yengil. Bu usul uchish ko'nikmasi borlar uchun. Ammo qancha urinmay, sehr xayolimga kelmayapti. Endi nima qilaman, a? Voy, bu juda ham ajoyib. Men rostakamga uchayapman. Voy, o'g'ridi. Zo'r yiqilding, shunaqa shovqin qilding bilan. O'g'rimadimi? Hech narsa qilmaydi, endi yiqilishdan qo'rqmayman. U tezda havoda suzishni o'rganib oldi-ku. Mashq qilsa ancha mohir bo'lib ketadi. Men ham orqada qola olmayman. Agar shamol ko'tarayotganini his qilish kerak bo'lsa, ehtimol oyog'im ostida tornado hosil qilaman. Masalan, shunday. Aril janoblari, siz osmonga uchib ketdingiz. Biroz oshirib yubordim shekilli. Aril janoblari, hammasi yaxshimi? Rahmat. Voy, sizlar uchishni emas, yiqilishni o'rganyapsizlarmi? Tomosha qiling. Voy, qaranglar, naqadar ajoyib. Sehrgar bo'lganimdan beri faqat uchish sehrini o'rgandim. Va har qanday poygada g'olib bo'ldim. Poygami? Ha, uchish sehridan foydalangan sport turi. Odamlar belgilangan yo'nalishdan uchib o'tib, kim tezroq manzilga yetsa, o'sha g'olib bo'ladi. Qiziqarli eshitildi. Men ham poygaga qo'shilaman. Eshitdingmi o'zi? Bu uchish poygasi azizim. Ishtirok etish uchun avvalo uchishni o'rganish kerak. Mashq qilsam uchishni o'rganaman-da axir. Ustoz, keyingi poyga qachon bo'ladi? 2 oydan keyin. Qara, birinchi kundan hammasi suzishni o'rganadi. Ammo uchishni o'rganish uchun kamida 6 oy kerak. Shoshilma, poygani uncha o'ylama. 1 yildan keyin meni yengishga harakat qilib ko'r. Tushunarli. Agar o'sha shamol sehrini birlashtirsam, yana boshqasini qo'shsam-chi? Poygani keyingi yilgacha qoldiraylikmi? Yo'q, 2 oy men uchun yetarli bo'ladi. Shunaqa deyishingni bilgan edim. Ko'pchilik kechki ovqatdan keyin uxlashga ketadi. Lekin
Biz yana nega maktabga qaytyapmiz? Kechirasiz, bir nimani unutibman. Tunda adashish oson, bilasiz-ku. Lekin siz ikkalangiz ham o'zingiz borsangiz bo'lardi-ku. Qayto seni ham olib boraylik dedi. Qo'shimcha himoya xullas. Eshitgan bo'lsang kerak, mishmishlar yuribdi. Katta guruh bilan yurgan yaxshi. Mish-mish? Qanday mish-mish? Voy, rostdan ham eshitmadingmi? Aytishlaricha har kun maktab hovlisida paydo bo'larmish. Nima? Nima u? Bilasan-ku, Shaul. Yo'q, bilmayman. Aytmasangchi. Eshitmaganday bo'lib qo'ya qolaman. Hey, demak sen ruhlardan qo'rqasan. Hojatxonaga ham o'zing yolg'iz kirolmaysan-a? O'zingchi Kufa, butun vaqt kalitani orqasida yashirinsan-ku. Men faqat uning orqasidan himoya qilaman. Butun vaqt davomida, ahmoq. Voy, jinurgur, asabimga tegma. Jamboy. Ho, hindislarni juftlik deb bo'lmaydi, urushmanglar. Shovqin qilsanglar, u bizni eshitadi. Ana u yerda. Ana u yerda. Ana u yerda. Kolet. Qo'y sen, kalitani qo'yib yubor. Bo'lmasa yonasan. Aytdim-ku, qorib tashiyman. Olo. Ovozingni pastroq qil. Romantik kecha bu. Bu ovoz bo'lishi mumkin emas. Ustoz. Bu yerda nima qilyapsiz? Aksincha, siz bu yerda nima qilyapsiz? To'g'ri aytdi. Tun yarmida sarguzasht qilyapsizmi? Bu nima? Uchish sehrimi? Poygaga qatnashaman degan maqsadda kuni bo'yi shu yerda mashq qilaman. Har kecha rostami? Shunaqa qilib o'zingizni holdan toydirmang. Men yetarlicha dam olaman. Hozir esa uxlayotgandim aslida. Ha? Uxlab turganingizda uchish jodusini eslatasizmi? Ha. Bekor yotish eng katta isrof, shuning uchun uxlamayman. Mana zaryad olayotganda ham jodu bilan shug'ullanaman. Dam olib kuch to'plash. Men 2 quyon uraman. Siz ham sinab ko'rishingiz kerak. Tavsiya qilaman, sinab ko'ring. Tavsiya qilaman, sinab ko'ring. Moli, idiot. Ruhlardan ham g'alati odamni ko'rganga o'xshayman. Men sehr maktabiga kirish bilan kuchayaman deb o'ylagandim. Ammo yanglishibman. Ustoz. Sizning darajangizga yetmasam ham o'zimni mashq qilishni boshlamoqchiman. Men hech bo'lmasa o'zimga yaxshi keladigan sehrni mukammal o'rganmoqchiman. Avvalo ruhlardan qo'rqishingni yengishing kerak. Men ulardan qo'rqmayman. Har kuni shuncha qattiq mashq qilayotganini eshitib ishoning rosa hayron qoldim. Shuning uchun hamma narsada mohir ekanda. Men qaytoni takrorlamoqchi emasman, lekin men ham astodil harakat qilaman. Men ham ko'proq mashq qilaman. Xayrli tun. Ertaga ko'rishamiz, ustoz. Ko'rishguncha. Endi esa men to'liq hushyor turibman. Nima qilsam ekan? Natalia. Voy, bu Ariel-ku, salom. Meni ko'rishga keldingmi? Yo'q, kutubxonaga kirish ruxsatini so'rab keldim. Voy, xudo, hech nima qila olmayman. Bo'pti, bugun qaysi kitobni qidiryapsan? Yo'q. Men shunchaki uyimda bo'lmagan barcha kitoblarni birma-bir o'qib chiqmoqchiman. Bu yerda kitoblar juda foydali ma'lumotga to'la. Eng yaxshisi kayfiyatni biroz o'zgartiradi. Qiziq, ba'zi odamlar qora sehr kitoblarini ko'rib ham kasal bo'lib qoladi deyishadi. Bu yerda ishlamoqchimisan? Yo'q, rahmat. Kechirasiz, janob. Nima bo'ldi, Ari? U sehrning 3-qadori noto'g'ri. Nima? To'g'ri. Men uni qayta yozaman. Ajoyib kuzatuv, ustoz. Sehrlarni avtomatik ravishda miyamda paydo bo'lmaydi. Ularni yodlashdan boshqa ilojim yo'q. Siz butun shu narsani yodlab olganmisiz? Ha, uzunlarni qisqargan shaklda eslab qolish usullarini o'rgandim. Shu bilan ko'proq o'qiyman. Nima? Hozir doskada yozilgan sehr kabi. Uni 3dan 1 qismini qisqartirdim. Bu juda qiziq.
Sehringizni doskaga yozib bera olasizmi? Bu ish uchun men shunday qilardim. Haqiqatan ham shunchalik qisqartirsa bo'ladimi? Qiziq. Nazariy jihatdan natija shunaqa bo'lishi kerak. Lekin hech qanday xavfsizlik chorasi yo'q. Sen muvaffaqiyatsizlikda uchrasang portlash bo'lishi mumkin. Hozir nima haqida gap bo'lyapti o'zi? Xudoning himoyasi bo'lsa kerak emas. Lekin og'riqli bo'lishi mumkin. O'lishimga yo'l qo'ymasangiz yaxshi. Ustoz, men og'riqni xohlamayman. Bunga odatlanish oson. Siz sehrni to'liq tushungan ko'rinasiz. Ara, ikkinchi sinfga ko'tarilish uchun imtihon topshirmoqchimisan? Ko'tarilish imtihoni? Bir daqiqa kuting. Men ham shu imtihonni topshirmoqchiman. Endi Arel va Royce uchun ko'tarilish imtihoni boshlandi. Bunga tushunmayapman. Uzoqdan temir panjara ko'rinyapti. Panjara ortida maxluq saqlanmoqda. Bu imtihonning bir qismi. Yo'lingizga kirganida eshik ochilib maxluq chiqadi. Agar sehr yordamida ularni yaqinlashtirmasa, yengsangiz muvaffaqiyatga erishasiz. Oddiy, shunaqa emasmi? Ha, juda oson. Maxluqlar sizga yaqinlashsa hujum qiladi. Ehtiyot bo'ling. Xo'p, kim birinchi bo'ladi? Har kim bo'lishi mumkin. Men birinchi bo'laman. Tayyormisan? Ha, yaxshi, eshikni oching. Bu Minotaurmi? Juda tez. Portlash. Portlash urmadimi? Uning sehr kuchi kirish imtihonida ancha kuchli. Sehrini o'zgartirdimi? Bu uning dars ishlarining mahsuli. Portlash. Iltimos ur. Lekin portlash sehrlari aniq belgilangan nuqtaga moslashgan. Harakatlanuvchi nishonga mos kelmaydi. Portlash, 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 portlash. Otishlari tobora bexavotir bo'lyapti. Nima, u yo'qoldimi? Bu maktab o'g'ri. Senga zarar yetishiga yo'l qo'ymayman. Har yili vahimaga solishni yoqtirasiz, shundaymi? Umuman urolmadim. Siz natijani allaqachon bilasiz, to'g'rimi? Odatiy talabalarga bu imtihon oldidan 2 yil o'qishlari kerak. Faqat shu darajada yetishi uchun ham. Lekin o'ylab ko'rsangiz, 2 yil ichida sizlar ham Minotaurni yengish darajasiga yetasiz. Demak, hozir men 2-yil talabalardan yomonroqmanmi? U o'qituvchi ekan, mening darajamni bilishi kerak. Unda nima uchun meni ko'tarilish imtihoniga qo'ydi? Aytingchi. Meni o'zimga darajamda anglashim uchunmi? Janob, endi sehr sifatida zaif tomonlarimni tushundim. Men bundan keyin ham kamtarlik bilan o'qib, o'z ustimda ishlayman. To'g'ri, men bunga tayyorman. Arel, endi sening navbating. Mayli. Xuddi shunday qilasan. Sening hujumingga xuddi shu turdagi maxluq tayyorlanadi. Tushundim. Eshikni oching. Bu ham xuddi shu turdami? Avvalgisidan kattaroq va qorong'u ko'rinadi. Nima? Unga yelka chiqibdimi? Ustoz Bakas. Uzr so'rayman, xato bo'ldi. Imtihon maxluqlari orasida kuchli Minotaur aralashib ketgan. Nima? Ikkovlov nazariyasi ajoyib. Ular portlash sehridan kuchsizroq, lekin urishi osonroq. Uning oyoqlarini urib to'xtatish mumkin. Olov nayzasi. Tushundim. Demak, bu haqiqatan ham kuchli Minotaur. Muammo bo'lishi mumkin.
Talabalar hujumdan himoya qilish uchun tuzoq bor. Lekin bu maxluq uni yorib o'tishi mumkin. Aril, men uni to'xtataman, yo'lakdan chiq. Yo'q, xavotir olmang. Men yengaman. Lekin u old tomondan sehrni chetlab o'tadi. Bu muammo emas. U Minotavrni hujumini to'xtatdi. Bu tasodifmi? Uni homing effekt bilan urdingmi? Ha, men uning bo'g'imlariga ortidan hujum qildim. Endi yakunlash vaqti keldi. Portlash. Kuchli Minotavr faqat kuchlilar uchun. Ular sinfining eng yuqori darajasidagi o'quvchilar uchun edi. Uning kuchi va sehrni shunchalik mukammal ishlatishi yengishiga ishonib bo'lmas darajada. Uning sehr kuchi sinfi uchun haddan tashqari. Baholashda biron xato bo'lgandir. U shunchaki sehrgar bo'lishi kerak. Yo'q, balki undan ham kuchliroq. Qanday bo'ldi, ustoz? Ko'tarilish imtihonidan muvaffaqiyatli o'tdingiz. Ertaga ikkinchi yil sinfiga kelishingiz mumkin. U ajoyib, shunday emasmi? Nimaga sen g'urur bilan gapiryapsan, a? Shogird ustozning yutuqlaridan xursand bo'lmasa nima qilish kerak? Ammo sen mening shogirdim emassan. Birinchi yilni o'tkazib yuborgan odamga o'xshab birinchi xavfi Bergan ko'ryapsan. ko'tarilish imtihoni maxsus ruxsat edi. Ha, bu bir yilda bir marta bo'lishi mumkin. Va semestr oxirida ham. Faqat xodimlar tavsiya qilgan hollarda istisno qilinar ekan. Mana shu safar shunday bo'ldi. Qizil maktubdagi ustozim meni tavsiya qildi. Lekin boshqa maktablarda shuni kutishim noto'g'ri. To'xtang, siz ko'k maktabga ko'tarilish imkonini olmoqchimisiz? Ha. Men buni barcha maktablardan olmoqchiman. Faqat ko'kda emas. Nima? Mana men ustozim. Siz bunga qodirsiz. Siz aqlga sig'mas ishlar qilasiz, to'g'rimi? Demak, endi men buni shunchaki odatiy holda hisoblashim kerak. Va oddiy ishchi hayron bo'lishim kerakmi? Telegramdagi Meduza va Nova TV kanallari uchun maxsus o'zbek tiliga o'girida ovoz berishda ishtirok etdi Ego. Keyingi qismlarda ko'rishguncha xayr bolajonlar. 果てしなく続く空その広さに決意がひるむこのままじゃ嫌なんだそう言って漕ぎ出した誓いは揺れない当たり外れで価値を決めるなよ僕だけの道で僕を生きていけ